kasalni ziyorat qilish. Bir musulmon kasal bo'lganda uni musulmonlarni borib ziyorat qilishliklari mana shu kasal musulmonning qolgan musulmonlar ustidagi haqqi. Siz kasal ko'rgani borishligingiz vojib. Kasal ko'rgani borgan odamga qanday xayriyatlar, bashoratlar berilgan, qanday va'dalar berilgan. Imom Ahmad, Imom Termiziy, Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza aada ar-rajulu akhahu al-muslim, masha fi khirafati al-janna hatta yajlisa." Agar bir kishi bemor yotgan bir musulmon birodarini ko'rgani bo'lsa, to o'tirgunicha jannat bog'ida yuradi. Imom Termiziydan, Ahmaddan, Ibn Mojadan. Fa iza jalasa g'amarathu ar-rahma. Agar ziyorat qilib borsa, uni rahmat o'rab oladi. Fa in kana udwatan salla alayhi 70,000 malak hatta yumsiya. Agar ertalab kasal ko'rgani borgan bo'lsa, kechgacha 70 mingta farishta unga salovat aytadi. Agar kechki payt borgan bo'lsa, tong otguncha 70 mingta farishta unga salovat aytadi. Bormaymizmi shundan keyin? Kasal ko'rgan borgan odamga yetib borguncha jannat bog'ida yuradi. O'tirsa, uni rahmat qoplaydi. Kechki payt borgan bo'lsa ertalabgacha, ertalab borgan bo'lsa kechki paytgacha 70 mingta farishta unga salovat aytadi. Bemor bo'lgan musulmonni ko'rgani borar ekanmiz, uni qalbiga albatta xursandchilik olib kiramiz. Chunki bu ziyoratimiz uni dardiga malham bo'ladi. Malham bo'ladi. Beparvolik qilmasligimiz kerak. Boramiz, bizni ko'rib ozgina bir dardini esdan chiqaradi. Biz boramiz, bizni ko'rib o'zini qadr qiymati borligini biladi. Vaqtim yo'q demaylik, birodarlar. Vaqtim yo'q demaylik. Chunki uni bizi ustimizdagi haqqi edi. Va mana shu amalimiz bizni Allohning huzurida manzilatimizni ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Qana qilib ziyorat qilamiz? Eshitishimiz bilan darrov ziyorat qilamizmi? Yoki ozgina vaqt o'tkazamizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Mojadan bu hadis, Anas ibn Malikdan, "Kana alayhisolatu vassalam la ya'udu maridun illa ba'da 3." Rasululloh bir kishini kasal bo'lsa 3 kundan keyin ziyorat qilardi. Birinchi o'qigan hadisimizda darrov ziyorat qil dedi. Ikkinchi o'qigan hadisimizda 3 kundan keyin dedi. Endi bu ikkala hadisni qana qilib bir-biriga bog'laymiz? Kasalda holiga qaraymiz. Agar kasal yengil kasal bo'lgan bo'lsa, yengil betob bo'lgan bo'lsa, eshitishimiz bilan boramiz. Kasal bo'lganligi bugun kasal bo'libdi, bugun ziyorat qilamiz. Ammo agar operatsiya bo'lgan bo'lsa, hali narkozdan turmagan bo'lsa, hali es-hushi joyiga kelmagan bo'lsa, hali og'riq badanida turgan bo'lsa, uni 2 yoki 3 kunga surib turishligi sunnat bo'lar ekan. Toki o'ziga kelib olsin, es-hushini yig'ib olsin, sizni kelganingizni ko'rsin va xursand bo'lishlikka imkon bo'lsin. Narkozda yotgan odamni chiqib ko'rgani bor. Ya'ni masalan yotib ketgan desa ko'rgani chiqishadi. Agar kasali yengil bo'lsa, eshitib boramiz. Agar kasali og'ir bo'lsa, o'ziga kelguncha kutib turamiz. Musulmonlarda bir odam kasal bo'ladigan bo'lsa, uni ziyorat qilishga musulmonlar oshiqishadi, chunki ularga katta ajrlar bor. Ikkinchi odobi, ziyoratni yengil qilish kerak. Cho'zib yubormaslik kerak. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-ayadatu fuwaqu naqatin." Ziyorat tuya soqqanchalik vaqt bo'ladi. Bir 10 minut yetar ekan. Bizda qayerga kelganimiz esimizdan chiqib qoladi. Kasalni ukol oladigan vaqt bo'ldi, kasalni uxlaydigan payt bo'ldi, o'tiraveramiz, hahalashib. Siyosatda gapiramiz, narx-navoda gapiramiz, qayerga kelganimiz esimizdan chiqib qoladi. Bitta ovqat ichib ketinglar, o'tiradi ko'ngli uchun. Ket. Sunnatga xilof ish qilyapsan agar ovqat ichib o'tirsang. Bo'lmaydi, endi ko'ngil bo'lib turib, bitta ovqat qilinglar deydi. O'zingiz kasal bo'lganingizni eslang, nimani xohlagansiz ziyoratingizga kelganda? Keldik, hol-ahvol so'radik, Alloh tomonidan bir bo'ladigan mukofotga, savobga umidvor qildik.
sabrga chaqirdik, taqdirga rozi bo'ling dedik, turib ketdik. Birinchi odobi tezda ziyorat qilamiz, agar kasal yengil bo'lsa. Ikkinchi odobi ziyoratda qisqa, yengil qilamiz. Uchinchisi kasalni oldiga kirgan paytda uni haqqiga duo qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kasalni ko'rgani kelsa, o'ng qo'li bilan uni boshini ushlab turib, azhibil ba'sa robbin nas, ishfi anta shafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Mana shu duoni o'qiradi. Demak, 3 ta odamni gapirdik. Ziyoratiga shoshilishlik, ko'p o'tirib olmaslik bemorning oldida va uni haqqiga duo qilishlik.